Ushbu loyiha Mikrokreditbank hamkorligida Farg'ona viloyati So'x tumani Rovon mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 10-45 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kartoshka ekilgan. Maydon hajmi 10 gektarni tashkil etadi. Maydonning uzunligi 200 metr, bo'yi esa 500 metr. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar gullash holatida. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 25 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 0,4 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun Azizjon dunyosi ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 18 tonna, jami 180 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlari yanada oshirib boriladi.